Assalomu alaykum aziz hamkorlar. Skladimizda shu Bramiline badimiz bor. Ko'pchilik shu bad haqida to'liqroq ma'lumot bering deb so'rashyapti. Bu badimiz antioksidant hisoblanadi. Tanadagi barcha yallig'lanishlarga qarshi, sostavida magniy bor. Boshdagi va tanadagi og'riqlarni qoldiruvchi hisoblanadi. Ya'ni revmatizm, artrit kasallarida og'riq bo'ladi, bo'g'imlarda og'riq bo'ladi. Shularga ham yaxshi yordam beradi va rakka qarshi ovqat hazmini yaxshilab beradi. Diareya kasalliklarida yaxshi, gijjani yaxshi haydab beradi va qonni suyultirib beradi. Bemalol kimda qanaqa tanasida shamollash bo'lsa, ya'ni yallig'lanish bo'lsa, shu Bramilineni bersanglar bo'ladi va ozish jarayonida ham shu badni qo'shib ichsanglar bo'ladi. Boshqa badlarimizga qo'shib zo'r samarali yordam beradi azizlarim.